Boshlang'ich $500 bilan mana shu 2014-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz halol nasiya savdoga berilayotgan ekan akalar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, xudo xolasa. Akalar, sraz obzor qilib beramiz. Keyin xudo xolasa yo'q, gaplashaveramiz akalar. Yil 2014-yil katta motor akalar, tepa past LED faralar, 4 ta balon yaxshisidan taqilgan, ozgina miyatina ishlari bor, xudo xolasa shu eshigida mayda chuyda atak. Xudo xolasa uni yurib tursangiz bo'ladi. Bitta mana shu krilosida kraskasi bor, qolgan joylari xudo xolasa top-toza, suviga butun, yaxshi mashina aka. Apshipkalar yaxshi holatda, chexollari o'ziniki, poliklari yaxshi holatda, o'zini hamda rullari. 141 km yurgan o'zini halol probega akajon. Konserner ishoning, shunaqa mashina ishlab turibdi akalar. Boshlarimiz mexanika ko'rib turgan bo'lsanglar, hamma narsasi bor. Mana shu joyga bitta narsa qo'ydirib olish kerak ekan, xullas. Nima deysiz aka? Mashina to'laqonli benzin yuradi. Hech qanaqa ish yo'q. Kelasiz, o'tirasiz, minasiz, aka. Va xolos. O'zi rostdan benzindanmi, gaz yo'qmi? Gaz yo'q ekan rostdan. To'laqonli benzin yuradi akalar. Xullas, kuzovida ozgina mayda chuyda mana shunaqa chaqa-chuqalari bor. Shuning uchun ham boshlang'ich $500 chiqaryapmiz akalar. Atak bunaqalar kamida 700-800 bilan qo'yardik akalar. Lekin tup-tuzu suviga butun mashina, u yoqlari sekin-sekin yamalib bu narsa bo'lib ketadi. Xullas, Toshkent shahar, Toshkent yonbag'irlariga, Toshkent viloyatlariga beriladi. Boshiga $500 berasiz. Qolgan egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Xullas, tegirgan nomerlarni qoldirdim. Surush aniqligiga chiqib baraka qilsangiz bo'ladi akalar.